Assalomu alaykum bolajonlarim. Qani kichkintoylar, davra qurib o'tirib oldinglarmi? Ertak eshitadigan vaqt bo'lib qoldi. Bugun bir dehqonning o'g'li haqidagi ertakni aytib beraman. Bir-biringiz bilan so'zlashmasdan eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir dehqonning o'g'li bor ekan. Bolaligida dehqon uni ko'rib o'zidoyoq quvonar ekan. Quvonmaychi, axir hademay yaxshigina yordamchi bo'ladi deb o'ylar ekan u. Ammo o'g'li o'sgan sari chuqur-chuqur xo'rsinib, boshini qamallatib qo'yar ekan. Bola juda tirishqoq, ishtisa qochmas ekan u, biroq nimani qo'liga olsa, oxirigacha bajara olmas ekan. Dehqon biror ish topshirsa, nimadan boshlay, qanaqa qilib qilay deb so'rayverar ekan. O'z aqli hushi bilan bilib qilmas ekan bu ishni. Bir kuni dadasi unga, "Bolam," debdi, "o'rmonga borib o'tin keltir. Qish g'amini ko'rib qo'yaylik." "Dada," so'rabdi o'g'li, "daraxtni qanaqasini kesay?" "O'tin bopini bolam," javob berdi dadasi. "Kesib bo'p nima qilay?" "Aravaga ort, arqon bilan yaxshilab bog'lab uyga keltir. Bordi yo'lda biror hodisa ro'y bersa-chi, unda nima qilaman?" "Qiziqsana bolam," debdi dehqon. "Axir hammasini oldindan bilish mumkinmi? Biron hodisa ro'y bersa, o'z aqli hushing bilan ish qildi." "O'zimning aqlim yetmasa-chi?" so'rabdi o'g'li. Dehqonni toqati toq bo'lib ketibdi. "Unda ovozingni boricha omadingni chaqir, u senga yordam beradi." O'g'li ikkita ho'kizni aravaga qo'shib o'rmonga jo'nabdi. O'tin kesib aravaga ortibdi. Yaxshilab arqon bilan bog'labdi-da, orqasiga qaytibdi. U dadasining buyurgan ishini bajarganidan juda xursand bo'lib kelayotgan ekan, aravaning orqa g'ildiragi bir to'nkay qoqilib, o'talmay qolibdi. Ho'kizlar shuncha urinsa ham arava turgan yeridan bir qadam siljimabdi. Ana xolos